Opajon, sizni xursand qilmoqchiman. Rahmat. Bitta she'r o'qib beraman farzandlaringiz nomidan. Nima deysiz? Rahmat, roziman. Qabul qilasizmi? Qilaman. Atirguldan qolishmaydi iforingiz. Yiroq ketsam tutaverar xumoringiz. Ko'ngli pokim yo'qdir zarra g'uboringiz. Bahorlardan a'losiz onajonim. Mehr degan quyoshingiz so'nmaydi hech. Bor bo'lsangiz bizga g'amlar qo'nmaydi hech. Sizga shukr. Nigohlarim sizga boqib to'ymaydi hech. Bahorlardan a'losiz onajonim. Birgina siz bu ko'nglimga qaragansiz. Qayda bo'lmay, tinmay holim so'ragansiz. Dil uyumni gullar bilan o'ragansiz. Bahorlardan a'losiz onajonim. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning tafti-yu mehri boshqacha. Kirsa hamki hatto 90-100 yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha. Agar sizni farzandlaringiz ona sizni yaxshi ko'raman deb ayta olmasa, hech ham xafa bo'lmang. Chunki bizning farzandlarning shu yurakchamiz bor-da, shu yuragimizni yarmida onamiz ismi bo'lsa, yarmida dadajonimiz ismi bo'ladi. Bekorga aytilmaganda, opa, muhabbatdan so'z ochsangiz, onadan boshlang. Onasini sevmagan farzandni Muhabbati yo'qman. Opa. Xursand bo'ldingizmi? Katta rahmat. O'zingiz qiling. Sizga shukr. Rahmat.